Faaliyet to'g'risida sizlarning tushunchalar qanday? Men o'ylayman, faaliyet degan gapni hammadan o'z oldiga tushunadi. Hatto faaliyet qiluvchilarmi har xil maqsad, muddalar bilan faaliyet qiladi. Bu faaliyetni ba'zilar dukkanni tanitish uchun qiladi, ba'zilar mahsulotni tanitish uchun qiladi, ba'zilar o'zini tanitish uchun qiladi. Yana ba'zilar vaqt az qolgan mollarini sotilish uchun faaliyet qilganlar va nurg'un maqsadda faaliyet qiladi. Hatto ba'zilar 10 kunlik narsani ba'zini 20 kun deb e'lon qilib, buni 10 kun faaliyet qilyapmiz deb bunday qilganlarmi ham mavjud. Shu sababdan faaliyet deganga ba'zilarning qulog'i mushug'ini ishladi. Chunki mana shunday muomillarga va yoki mana shunday savdolarga uchrab qolgan odam faaliyet desa, qiziqib ketmaydi, ishinib ketmaydi. Lekin efendim çay taamları, efendim mezgil taamları biz faaliyette cın kılvatımız, işinizi kılvatımız. Yani xalq olmasa işinizi erişish. Bunun için Postcam Nayit Ailesi taraqqiy qilish. Biz Postcam xalqiga yaxshi bo'lgan ishlarni sunish uchun biz faaliyet yo'l qo'yib kelyapmiz, va'damiz turyapmiz. Yana Yakshanbazan yon tarafidagi efendim mezgil taamlarida hozirmi to'nov kayfi bilan to'qim faaliyet normal davom etadi. To'qim ham normal silvatimiz, xedali oltin zakaz berib ilyapti. Bizmi shular qarta to'qini to'nov silab xeridalar sunyapmiz. Undan boshqa shu atrofdagi xeridalarning ehtiyojini chiqishib turib, mush atrofdagi xeridalarningki istiqbol seviyasiga qarab turib biz tomoqlarimizning miqdorini, bahsini shuni qator yo'l qo'yapmiz. Undan boshqa shu do'y sohasida men rost gap qilib degan gapimni turib faaliyet olamda har qanday so'z qilib kelayotgan meni qo'llayt qalay jiq bo'layotdi. Nayimiz tayyorsi nurg'a adam meni gonji qildi. Meni tushunsaverim ichida Postcam Nayit Ailesi adamlar jiqroq undan boshqa har yerdagi oshpaz ustamlar, oshpaz loballar, har tijoratchilar, do'yin qiziqayotganlar meni qo'shyapti. Chunki ularning maqsadi shu do'yinga yuzlanish, o'zining kasbini qilayotgan ishini do'yinga chiqish bo'lg'achqa o'zaro fikrlashimizmiki, o'zaro bir maslahat qilishimizmiki deb meni qo'shib oldi. Bundan keyin yana o'xshash, meni qo'shilganlar bo'lsanglar, masalan, qo'sha olaman. Meni qo'shib olsanglar, bundan keyin yaxshi bo'lgan faoliyatlarni, yaxshi bo'lgan bilimlarni o'zimning oshxona ichish, tijorat qilish, faaliyet qilish tajribalarimni o'rtoqlashima va sizlarga yaxshi bo'lgan maslahatlarni ko'rsataman. Unda bo'lsa, men doim ko'rayotgan do'stlar, qo'shilganlar bo'lsanglar meni qo'shilib, to'ninchi yaxshi gap so'zlarni yozib, ko'riblar o'tkazsak bo'lmaydi. Mayli gullarimizni, mayli oltinlarimizni nima qilsak, o'zimizning ko'z qarashimizni yozib tursak, maydonimizni bildirib tursak, doimning qoidasi naq shu. Undan boshqa o'zimizga munosabatsiz gap so'zlar, shirkatlar bilan qilsa, shu ishga munosabat bo'lgan al-og'ini, do'st-birodar, o'rtoqlarimizga yo'llab qo'yishning o'zini bir yaxshi bir to'g'ri muhit hosil qilganlik, yaxshi bir to'g'ri muhit barpo qilganlik, kuch qo'shganlik va undan boshqa boshqalarga yaqindan yordam bo'lganlik hisoblanadi. Oddiy qilsam shu to'qini 20 kun faaliyet qildik. Nurg'ullar 30 kundan normal bayt ilib yavrida. Ba'zilar faaliyet qilsa 5-10 kun azoyoq bo'lsa muvaffaq olsam keyin yaqinlar. O'zinglar misolni bu film taxt qo'ysanglar ya do'st birodarlarga bunda efendim bunda faaliyet qilib foydalanib qolinglar. Degandek gap so'zni qilib qo'ysanglarmi boshqalar sizdan xursand bo'lishi mumkin.